Assalomu alaykum. Ushbu haftada Oliy Majlis Senatida o'tkazilgan muhim uchrashuvlar hamda senatorlarning bir haftalik faoliyatiga doir yangiliklarni e'tiboringizga havola etamiz. Oliy Majlis Senatida ayollarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasining majlisi bo'lib o'tdi. Uni komissiya raisi, Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva olib bordi. Majlisda gender tenglikka erishish strategiyasida belgilangan vazifalar bajarilishi muhokama qilindi. Senat raisi kirish so'zida ta'kidlaganidek, mamlakatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, faolligini oshirish, ular uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa xotin-qizlarning manfaatini himoya qilishning qonunchilik va institutsional negizini mustahkamlash yo'lida muhim choralar ko'rilmoqda. Ushbu yo'nalishda 200 dan ortiq kompleks chora-tadbirlar izchil ravishda amalga oshirilib, natijada xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni va nufuzi sezilarli darajada mustahkamlandi. Jumladan oliy ta'limning bakalavr bosqichida xotin-qizlar ulushi 38% dan 53% gacha o'sdi. Magistratura bosqichida bu ko'rsatkich 34% dan 66% gacha ko'tarildi. Doktoranturada ta'lim olayotgan xotin-qizlar soni esa 584 nafardan 4129 nafarga yetdi. Iqtisodiyot sohasida ham ayollarning faolligi ortib, yakka tartibdagi tadbirkor ayollar soni 69 ming nafardan 262 ming nafargacha ko'paydi. Siyosiy sohada ham xotin-qizlar faoliyati sezilarli darajada kengaydi. Xususan, siyosiy partiyalar rahbarlik lavozimlaridagi xotin-qizlar ulushi 30% dan 41% ga yetdi. Parlamentdagi ayol deputatlar ulushi esa 16.4% dan 34% gacha oshdi. Parlamentlararo ittifoq tomonidan yuritiladigan parlamentdagi ayollar reytingida O'zbekiston 193 ta mamlakat orasida 130-o'rindan 38-o'ringa ko'tarildi. Jahon bankining gender tenglik sohasidagi so'nggi hisobotida O'zbekiston dunyodagi eng tez rivojlanayotgan 5 ta mamlakat qatorida qayd etildi. Majlisda gender tenglikka erishish strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan mutasaddi vazirlik va idora rahbarlarining axboroti eshitilib, mavjud muammo va kamchiliklar muhokama qilindi. Jumladan, muhokama jarayonida xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, mavjud elektron platformalarni bir-biriga integratsiya qilish, zo'ravonlik va tazyiq o'tkazish holatlari bo'yicha aniqlangan muammolarni bartaraf etish kabi vazifalar belgilandi. Biz komissiya a'zolari bilan o'zimiz ishlarimizni taqsimot qilib, mana shu ishtirokchilarimizni ichida g'oliblikka mos bo'lgan ajratib olish maqsadimiz va buning uchun biz nizomga asosan har bir ishtirokchilarni olib borgan mana shu gender tenglikni, xotin-qizlar, erkaklar huquqlarini ta'minlash borasidagi faoliyatlarini joylariga chiqib ham o'rganib, mana shu qanday ishlar amalga oshirilgani va uni natijalari qanday o'zini demak namoyon etayotganligi bo'yicha o'rganishlarga ham demak imkoniyatimiz bor. Komissiyamiz o'zini faoliyatini shaffof, adolatli tarzda olib bormoqda. Muhokama yakunida komissiyaning tegishli qarori qabul qilindi. Senatning Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasida ham bir qator muhim qonunlar dastlabki tarzda ko'rib chiqildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan mahallalarda profilaktika tizimini mustahkamlash nazarda tutilmoqda, hamda profilaktika kichik inspektori lavozimi va vakolatlari qonunchilikda aniq aks ettirilmoqda. Bu esa kriminogen vaziyatda og'ir hududlardagi mahallalarda yangi profilaktika mexanizmlarining to'liq ishga tushirish imkonini beradi. Bundan tashqari, mahalla huquq-tartibot maskanlari va tayanch punktlari tarkibi, shuningdek, profilaktika inspektorining vakolatlariga oydinlik kiritilmoqda. Shu bilan birga jamoat xavfsizligini oshirish va yangi xavf-xatarlarni bartaraf etish ham nazarda tutilgan. Jumladan, portativ lazerli nur tarqatuvchilarning qonunga xilof muomalasi uchun javobgarlik belgilanmoqda. Mazkur qonun qabul qilinishi kelgusida yangi joriy etilgan profilaktika bosh inspektorlari va profilaktika kichik inspektorlarning xizmat davrida qonuniy faoliyat olib borishini ta'minlaydi. Patrul post xizmat inspektorlari hamda boshqa sohaviy xizmatlar rahbar va xodimlari tomonidan rasmiylashtiriladigan ma'muriy bayonnomalar yuzasidan qarorni o'z muddatida vaqtida qabul qilishga olib keladi. Huquqbuzarliklar uchun jazo muqarrarligining o'z vaqtida ta'minlanishiga, jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta'minlashga patrul post xizmati inspektorlarining roli oshadi. Qo'mita majlisda atom energiyasidan tinchlik maqsadlarida foydalanish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun ham muhokama qilindi. Senatorlar ta'kidlaganidek, bugungi kunda butun dunyoda aholi va sanoatda elektr energiyasiga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Ekspertlarning fikricha, O'zbekistonda iqtisodiy taraqqiyot, aholi soni va turmush farovonligining o'sishi natijasida elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj 2030-yilga kelib 120-125 milliard kilovat soatga yetadi. Shu boisdan ham keyingi yillarda mamlakatimizda atom energetikasini rivojlantirishga, energiyadan foydalanish xavfsizligini, iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror o'sishini ta'minlashga qaratilgan salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Atom energiyasi sohasida vakolatli respublika ijro etuvchi
hokimiyat organi sifatida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energiyasi agentligi belgilab qo'yilmoqda. Ikkinchidan, davlat organlarining vakolatlari va javobgarligi aniq belgilab qo'yilmoqda. Uchinchidan, davlat boshqaruvi organi so'zlari respublika ijro etuvchi hokimiyat organi so'zlariga o'zgartirilmoqda. Bu esa qonun hujjatlarida yagona huquqiy atamalarni ishlatish huquqini qo'llash amaliyotida aniqlik va uyg'unlikka erishish imkonini beradi. Qonun bilan atom energiyasidan tinchlik maqsadlarida foydalanish to'g'risidagi qonunga Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energiyasi agentligining va mahalliy davlat hokimiyati organlarining atom energiyasidan foydalanish sohasida vakolatlari aniqlashtirilishini, shuningdek, Energetika vazirligining atom energiyasidan foydalanish sohasidagi vakolatlari belgilanishini nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. O'zatom agentligini aniq bir vakolatlari belgilandi. Chunki nafaqat energetika sohasi, balki noenergetika sohada ham o'sha atom energiyasidan rivojlanish, atom energiyasidan foydalanish va uni tatbiq etish bo'yicha ham masalalar ko'rib chiqildi. Bu qonunimizda undan tashqari tegishli vazirliklarning vakolatlari va javobgarligi belgilanib qo'yildi. Undan tashqari texnik o'zgartirish va qo'shimchalar ham kiritildi. Ma'lumki, hozirgi kunda respublikamizda hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan atom sohasiga juda katta e'tibor berilyapti. Hozirgi kunda O'rta Osiyoda birinchi atom elektrostansiyasini qurilish jarayoni jadal olib borilmoqda. Hozirgi kunda loyiha hujjatlari ishlab chiqilmoqda. Qurilish plashadkamizda o'sha qurilish montaj ishlari va birlamchi qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Shu ishlarni yo'sinida mana shu chiqqan bugungi senatimizda ko'rib chiqilgan qonunimiz ham juda dolzarbligini bildiradi va o'sha sohamizga yana rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Qo'mita majlisida kriminogen vaziyati murakkab mahallalarda jinoyatlarning kelib chiqish sabablari yuzasidan ilmiy yondashuvlar asosida o'tkazilgan o'rganishlar natijasi bo'yicha Ichki ishlar vazirligi akademiyasi hamda Jamoat xavfsizligi universiteti rahbarlarining axborotlari ham eshitildi. Jamoat xavfsizligi universiteti ham aynan Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari hamda Toshkent shahri va Toshkent viloyatlaridagi kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan mahallalarga biriktirilib, yil mobaynida mazkur mahallalardagi jinoyatlarning asl omillari, sabab va sharoitlari ilmiy o'rganishlar asosida tahlil qilindi va ularni bartaraf etish yuzasidan tegishli taklif va tavsiya ishlab chiqildi. Jumladan 2175 ta mahallaning jinoyatlarning asl omillari, mahalla yetakligining faoliyati va ijtimoiy profilaktika tadbiri samaradorligi ilmiy tahlil qilindi va har bir mahalla kesimida ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilib, ularni amalga oshirish, kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida hududiy yo'l xaritalari kiritildi. Har ikkala o'quv yurtining rahbarlari respublikamizda shu jinoyatchilikni barvaqtini oldini olish va korrupsiyaga qarshi kurashda tizimlarda yo'l qo'yilayotgan kamchilik, xatolar va aniqlangan xatolarni qanday tuzatish yoki hali hayotga tatbiq qilinmagan, yangitdan tatbiq qilinishi kerak bo'lgan qanday harakatlar borliklarini ilmiy asoslantirib berishdi va bularni bergan takliflari mana bugun qo'mitamizda muhokama qilindi. Albatta, yangitdan qonunlarni ishlab chiqishda va jinoyatchilikni barvaqt oldini olishda hamda korrupsiyaga qarshi kurashda asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Muhokama yakunida ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan qo'mitaning tegishli qarorlari qabul qilindi. Senatning Xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekistonning Qatar, Misr, Ummon hamda Erondagi diplomatik vakolatxonalar rahbarlarining hisoboti eshitildi. Senatning Xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasining majlisi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekistonning Misr, Ummon, Qatar va Eron davlatlaridagi diplomatik vakolatxonalari rahbarlarining hisobotlari eshitildi. Elchilar ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlash, oliy va yuqori darajadagi tashriflar doirasida imzolangan yo'l xaritalari ijrosi, investitsiyalarni jalb etish, milliy mahsulotlar eksportini kengaytirish, xorijiy turistlar oqimini oshirish hamda xorijda mamlakatimiz fuqarolarining huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida hisobot berdi. Ta'kidlanganidek, mamlakatimizning Misr bilan savdo, farmatsevtika, ta'lim va qishloq xo'jaligi sohalaridagi hamkorligi kengaymoqda. Ummon bilan munosabatlarda qo'shma turistik loyihalarni amalga oshirish, madaniy tadbirlar o'tkazish va transport yo'nalishlarini yo'lga qo'yish masalalariga alohida e'tibor qaratilayotgani qayd etildi. O'zbekiston-Qatar munosabatlarida investitsiya va yashil energetika, infratuzilma hamda turizm sohalarida yirik qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalariga ustuvorlik berilgan. Eron bilan esa sanoat, tekstil mahsulotlari
mahsulotini ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligi kabi sohalarda qo'shma loyihalarni tatbiq etilayotgani ta'kidlandi. Majlisda senatorlar tomonidan diplomatik vakolatxonalar faoliyati samaradorligini oshirish, tashqi iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish, turizm sohasida yangi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha aniq takliflar ilgari surildi. Ushbu haftada Oliy Majlis Senatida gender tenglik faoli milliy ko'rik tanlovini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha Respublika komissiyasining ham yig'ilishi bo'lib o'tdi. Gender tenglik faoli milliy tanlovimizni o'tkazish to'g'risidagi nizomni yangilaganmiz. Yig'ilishda tanlovning tuman, viloyatlar va Toshkent shahar bosqichlari natijalari hamda respublika bosqichiga tayyorgarlik masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, tanlov jarayonlarini ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Ta'kidlanganidek, joriy yilning iyul-sentyabr oylarida hududlarda tanlovning dastlabki bosqichlari yuqori saviyada o'tkazildi. Tuman bosqichlariga jami 1460 ta ariza kelib tushdi. Ulardan 1118 tasi tanlov nizomi talablariga muvofiq o'rganilib, bir qator nominatsiyalar bo'yicha baholandi. Natijada 455 ta tashkilot tanlovning hududiy bosqichida qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar bosqichlari avgust-sentyabr oylarida bo'lib o'tdi. Bu bosqichlarda jami 455 ta tashkilot faoliyati tanlov nizomi asosida baholandi. Ishchi guruhlar tomonidan tashkilotlar faoliyati joylariga chiqib o'rganildi. Natijada 82 ta tashkilot g'olib deb topilib, tanlovning respublika bosqichida ishtirok etish uchun tavsiya etildi. Yig'ilish yakunida komissiya a'zolari tomonidan hududlarda o'tgan tanlov bosqichi ishtirokchilari hududlarini yanada atroflicha o'rganish, nizom talablariga amal qilinishi holatini joyiga chiqib tekshirish vazifasi belgilandi. Belgilangan talablar to'liq bajarish uchun Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi mablag'larini boshqarish bo'yicha parlament komissiyasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda 2-chi davlat granti tanlovi yakunlari muhokama qilinib, 3-chi tanlovni e'lon qilish masalalari hamda bir qator fuqarolik jamiyati institutlarining murojaatlari ko'rib chiqildi. Tanlovda fuqarolik jamiyati institutlaridan jami 618 ta ariza qabul qilinib, parlament komissiyasi xulosasiga ko'ra 66 ta loyiha g'olib deb topildi. Majlisda shuningdek 12 ta yo'nalish bo'yicha, shu jumladan korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida dolzarb masalalarni hal etishga qaratilgan navbatdagi davlat grant tanlovini e'lon qilish bo'yicha qaror qabul qilindi. Ushbu tanlov doirasida jami 5.8 milliard so'm mablag' hisobidan fuqarolik jamiyati institutlarining loyihalarini qo'llab-quvvatlash rejalashtirilmoqda. Fuqarolik jamiyati institutlari tashabbuslari orqali har bir hudud va soha kesimida maishiy korrupsiya holatlarini keltirib chiqaradigan omillarni bartaraf etishga qaratilgan Navoiy tajribasini joriy etish belgilanganligi qayd etildi. Tajriba doirasida ijtimoiy so'rovlar o'tkazish, aholi fikri va jamoatchilik munosabatlarini o'rganish, shu asosda loyihalarni amalga oshirish hamda qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish nazarda tutilmoqda. Shu bilan birga parlament komissiyasi majlisida fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarning ijro holati va samaradorligi, jamoat fondi mablag'larining maqsadli sarflanishi hamda hududlarda saqlanib qolayotgan muammolarni hal etishda fuqarolik jamiyati institutlarining faolligini yanada oshirish masalalari muhokama etildi. Senatning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi raisi Alisher Agzamxo'jayev Polsha Respublikasi parlamenti senati immigratsiya ishlari va xorijdagi polyaklar bilan aloqalar komissiyasi raisi Bogdan Barusevich boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekiston va Polsha o'rtasida parlamentlararo hamkorlikni kengaytirish, ikki mamlakat xalqlarining tarixiy do'stlik aloqalarini mustahkamlash, shuningdek madaniy-gumanitar sohadagi munosabatlarni faolllashtirish masalalari muhokama qilindi. Suhbat davomida parlamentlararo hamkorlik asosida ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasini oshirish, Yevropa ittifoqi bozorlariga milliy mahsulotlar eksportini kengaytirish, savdo uylarini tashkil etish, shuningdek savdo, iqtisodiyot, investitsiya, turizm, ta'lim va hududlararo hamkorlik yo'nalishlarida qo'shma loyihalarni amalga oshirishga e'tibor qaratildi. Shuningdek, Ikkinchi jahon urushi davrida O'zbekistonga deportatsiya qilingan Polsha fuqarolariga nisbatan O'zbekiston xalqi tomonidan ko'rsatilgan mehr-oqibat va mehmondo'stlik alohida qayd etildi. Mamlakatimiz hududida dafn etilgan polyaklar xotirasi e'zoz bilan yodga olindi. Bogdan Barusevich Ikkinchi jahon urushi davrida polyak xalqiga ko'rsatilgan insonparvarlik yordami hamda yurtimizdagi polyaklar qabristoniga qaratilayotgan e'tibor va olib borilayotgan obodonlashtirish ishlari uchun o'zbek xalqiga chuqur minnatdorchilik izhor etdi. Byudjet va iqtisodiy masalalar qo'mitasining majlisida nogironligi bo'lgan bolalarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hamda aholining ijtimoiy ehtiyojmand ayrim toifalar huquqlarining kafolatlarini kuchaytirishga hamda davlat organlari va tashkilotlarining mas'uliyatini oshirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunlar dastlabki tarzda muhokama qilindi. Ta'kidlanganidek, keyingi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy himoya sohasidagi tizimli ishlar izchil davom ettirilmoqda. Xususan, nogironligi bo'lgan bolalarga ijtimoiy xizmatlar
ko'rsatish sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hamda aholining ijtimoiy ehtiyojmand ayrim toifalar huquqlarini kafolatlarini kuchaytirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, shahar yo'lovchilari transportidan bepul foydalanishni tartibga solish to'g'risidagi hamda avtomobil transporti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlarida ayrim toifadagi nogironligi bo'lgan shaxslarga hamda ularga hamrohlik qiluvchi shaxslarga shahar yo'lovchi transportidan bepul foydalanish huquqi berilishi nazarda tutilmoqda. Shuningdek, nogironligi bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan kunduzgi parvarish xizmati uchun to'lanadigan to'lovlar soliq solinmaydigan daromadlar toifasiga kiritilmoqda. Bundan tashqari, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarni ishga joylashtirish kafolatlari kuchaytirilmoqda. Muhokama qilingan masalalar bo'yicha qo'mitaning tegishli qarorlari qabul qilindi. Hozirga qadar sizga taqdim etmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Yangi haftada ham Oliy Majlis Senati va senatorlar faoliyatiga doir yangiliklarni kuzatib boring. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.